Assalomu alaykum, bog'bonlar markazi kanali kuzatuvchilar. Barchamiz bor kuzatgansizlar. Biz o'sha barglar sarg'ayishi bo'yicha sun'iy intellekt yordamida video roliklar qildik. Bu barglar sarg'ayishi nimani hisobiga bo'ladi? O'sha azot yoki temir moddasi yetishmaganda har xil belgilari har xil barglarda kuzatiladi bu narsa. Yana bitta narsani ko'rsatmoqchimanki, barglar yana bundan tashqari suvsizlikda ham sarg'ayishi mumkin yoki ildizda muammosi bo'lganda ham sarg'ayishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta narsa bor. Hozir ko'rsataman. Mana bu daraxtimiz ham bargi sarg'aygan. Ko'rishingiz mumkin. Bu nimani belgisi? Bu mana ko'rishingiz mumkin. Po'sti shilingan daraxt. Bizni daraxtda bu tomiri hisoblanadi. Bizda masalan tomirimiz orqali qon harakatlansa, bularda o'sha shira harakat. Движение deyiladi. Ozuqa mana shu po'stloq orqali daraxtga tarqaladi. Shuni hisobiga mana po'stlog'i shilinganning hisobiga bu yoqda ozuqada muammo bo'lyapti. O'rikda ham ko'rishingiz mumkin. Turgan joyida qotib qolgan, pishmasdan kichkina bo'lib. Ko'pincha bu katta bog'larda kuzatiladi. Bu narsa ko'pincha o'sha katta bog'larda kuzatiladi. Ya'ni o'sha tagini o'tini gazonokosilka bilan o'rayotganda, o'sha jilka orqali yoki arra orqali o'rganda o'sha po'stloq qismini o'rarish holatlari kuzatiladi. Po'stloq qismini shilmasligiga alohida e'tibor berishimiz kerak. agrotexnik tadbirlarni amalga oshirayotgan paytida. Agar bu narsa bu holat bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turibsizki, daraxtda o'sha muammolar kelib chiqaveradi. Ozuqa yetishmasligi. Masalan, bularda masalan mana ko'rishingiz mumkin. Temir yetishmasligi belgisi bu. Bu mayda barglar esa rux yetishmasligi belgisi. Demak, o'sha muammolar kelib chiqaveradi har xil. Endi bu holatda nima qilishimiz kerak? O'sha o'riklarni terib olib, pishmagan bo'lsa ham o'riklarni terib olishimiz kerak. Chunki bu foydasi yo'q. Pishirishga uspet qilmaydi, bundan boshqa yiriklashmaydi ham. O'zi jarayon to'xtaydi, daraxtga faqat zarar tegadi. Shuning uchun o'sha o'riklarni terib olib, daraxtlarni qisqartirishimiz kerak. Teng yarmiga qisqartirib kesib tashlashimiz kerak-da. Mana shu holatda bo'lsa, mana yarmini kesib tashlab, o'sha mikroelementlar bilan masalan Yara firmasining dorilari bor, o'sha mikroelementlari bor. Tarkibida barcha mikroelementlar bor. Preparatlari bor. O'shalar bilan ishlov berib, daraxtni zudlik bilan tarbiyalab, biz holatiga keltirishimiz kerak. Yoki bizda o'sha oldindan qilib kelingan most payvand deyiladi, ya'ni ko'prikcha payvand deyiladi. Buni alohida video qilaman. Hozir buni imkoni bo'lmagani uchun og'zaki tushuntirib o'tib ketaman. O'sha ko'prikcha payvand deyiladi. O'sha novda 1 yillik novda olinadi-da, o'sha zararlangan qismidan past qismidan tepa o'sha zararlangan qismidan o'tkazib yuborib, bir-biriga payvand qilish orqali buni amalga oshiriladi. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.